Salom hammaga, sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile'da yangi Godzilla sovrin yo'li, ruletkasi va yana bitta yashiga qo'shildi. O'shalarni open case qilib omadimizni sinab ko'ramiz va videomiz davomida o'yinga tez kunda qo'shiladigan yangi bonus passimizni, baggisini, P90 qurolini va Mephizi kostyumini to'liq tiniq o'sha 3D variantlarini ko'rib chiqamiz va yangi X kostyumimizni ham tiniq variantini mana shu PUBG dan ko'rib, sizlar bilan birgalikda baho beramiz. Xullas, videomiz qiziqarli open case va ma'lumotlarga boy bo'ladi. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Biz videomizni boshlaymiz. I'm with the gang. Niggas gon' swoop. Я приму статью, Hop, bo'lmasam birinchi bo'lib Godzilla open case'ni qilib olamiz. Mana bu joyga kirsalaring sovrin yo'li qo'shilgan. Attiga 600 yusiga sotib olasiz. Mana bosamiz va sotib olamiz. Sotib olganimizdan keyin sovrin yo'li ochiladi, pastdagi qulflar ochiladi. Va birinchi levelda mana Godzilla shlemini qo'lga kiritamiz. Chiroyli shlem va mana bu yerda missiyalar bo'ladi. Mana shu missiyalarni bajarish orqali siz mana shu pastdagi levelda kuchaytira olasiz. Xuddi Royal Passga o'xshagan Royal Pass missiyani bajarasiz va RPni kuchaytirasiz. Bu yerda sovrin yo'lini kuchaytirasiz. Va eslatma 20-darajasida mana bunaqa tanlov beriladi. Olovlisini yoki mana bu muzlisini. Bu yerdan bittasini tanlaysiz va oxiriga o'tkazsangiz 30-daraja ham bor, 30-darajada ham xuddi shu tanlov bor. Eslaringizdan chiqmasin. Bittada ikkita kostyumda olib qo'yishlaring mumkin ekan. Masalan, 20 da ham olovlida, 30 da ham olovlida olib qo'ysangiz, ikkita olovli kostyumingiz bo'lib qoladi. Shuning uchun adashib bir xil kostyumda olmaylar. Ikkalasida alohida kostyumda olsalaring, ikkita mifik inventarlaringga tushadi. Ultrani videosini ko'rganlar biladi. Ultra bilmay ikkita olovli kostyumda olib qo'ydi va ikkita olovli kostyum bo'lib qoldi. Bitta missiyalar bor. Bu missiya bajargisi kelmasa, mana yerda plusni bosib, bemalol mana kuchaytirishingiz mumkin. No, ancha yusiga, u endi donatorlarga, ultraga o'xshagan pul ko'plar uchun. Biz missiya bajarib kuchaytiramiz. Kostyumlarni hozircha olmaymiz. Aytgancha UC tushirganim uchun mana bu yerda mana bonus paketni ham olamiz. Davay 1008 eng kamini berdi. Material olamiz 1500 UC. Buni olamiz. Bu sabitsiyamiz 31-mart kuni tugadi. Ulgurib UC tushirib olinglar, bonuslarni olib olinglar. UC kerak bo'lsa, bemalol bizni Sardor Gang UC adminlarimizga murojaat qilishlaring mumkin. Hop, bo'lmasam ruletkamizga o'tamiz. Yangi ikkita ruletka qo'shilgan. Birinchisi mana bu garantированный ruletka, bu yerda mana bu mifik bor. O'ta go'zal mana. Buni o'zi videoda ko'rsatganman. Mana bu ham lucky spin, bu yerda mana ikkita yangi kompanion, mifik va graza bor. Birinchi bo'lib mana buni ochib olamiz. Menga M16 qiziq emas, mifikni olsam bo'ldi. Qolgan narsalar ham uncha muhim emas. Davay bo'lmasam davom etamiz. Ochamiz. Kepga tushdi birinchidan. Voy, 82-level bo'ldim. 82 da nima berar ekan? Xo'sh. 82. Buni qaramga berar ekan, bu mana bu ko'rgazma zali uchun ramka. Qanday ishlatadi? Mana bu yerdan bunday qilib qo'ysam mana chiroyli bo'lib qoladi. Donatorlarnikiga o'xshab qoladi. G'aznada ham mana bu narsalarimizni olib qo'yamiz. O'tgan safar olish isdan chiqib qolibdi. Yangi ultimate ruletka qo'shilsa, uni bu perchatkani ham olaman va yana nima bor? Ko'k yashil degan joyda mana bu narsani olsa bo'lar ekan. Bo'ldi mana. Ruletkamizga qaytamiz va ochamiz. Parashyut tushdi. Yo'qsa nima bo'ladi? Bez animatsiya prosta ochilar ekan xolos. Yer rahmat. Mifik davay. Emotsiya beradi menimcha, da. Musor narsasini berdi, emotsiyasini. Bez animatsiya ancha qiziq ekan. Mana yerda aylanishi baribir ancha qiziqarli ko'rinar ekan. Davay mifikni bersin. Skоворodka kerak emas faqat. Menimcha shu oxiridan bitta oldinda beradi xolos anaqani mifikni. Da. Kutilganidek PUBG o'zini default taktikasi mana. Hozir bizga endi glider deb beradi, keyin davay bunaqa qilib ochib ko'ramiz. Bu yerda omadimiz kelib qolsa, mana bu birinchilardan tushib qolsa, bunaqa bo'ladi. Arzonroqqa tushadi bizga menimcha. Hop. Mana ko'rdinglarmi? Bitta UC anaqa bo'ldi. Menga bitta kraska tushmadi va arzonroqqa tushdi. Shunaqa qilib olsalaringdan bo'ladi. Va yana omadimizni sinab ko'ramiz. M16 ni bermasin faqat. Kostyumni bersin. Animatsiyani o'chirib ko'ramiz. Yana bu tushsa. Kraska tushdi. Davay endi.
Zaryadniyni ber PUBG. Yo'q, ochko berdi. 400 yusiga ochamiz. Yo'q. Bunisidan endi oxirigacha keldik. Bo'ldi mana. Mifik. Iltimos, mifik. Voy, M16 ni berdi. Ultrani open kesdi, anaqa beradi. Birinchi mifikni berib, oxirida anaqani beradi. Deydi. M16 ni beradi. Menikida afsuski unaqa bo'lmadi. Nima ham deymiz? Buni ham baribir hammasini olishim kerak. Va nihoyat mana mifikimizni ham oldik. Juda ham chiroyli. Mana Godzilla mifigi. Bilmadim qancha yusi ketdi, adashmasam, normalniy yusi ketdi. Masalan, Lucky Spinimizga o'tamiz va birinchi 10 yusiga ochib ko'ramiz. Bu joyda menga sariq kompanion kerak, graza kerak. Keyin mana bu mifikni olishim kerak. Bu mifik uncha qiziq emas. Mana shu 3 ta narsa menga qiziq xolos. Sizlarga qaysi mifik yoqdi, qaysi kompanion yoqdi? Kommentarda o'zingiz fikringizni qoldiring. Ochib ko'rganlar bormi? Yozib qoldiringlar. 10 yusiga nima tushdi? Ko'pchiligi menimcha 10 yusiga normal narsa tushgan bo'lsa kerak. Propus qilamiz va yana ochamiz. Uchinchisida propus qilamiz. Davay, PUBG ber. Uchinchisida ketdi mana. Yo'q, faqat ochko beryapti. Aytgancha, garantida 150 ta ochsalaring mana bu uvozda olasizlar ekan. Zo'r qilibdi garantga qo'shib. Atiga 150 ta ochasiz, 150 ta ochsiz. 150 ta ochishingiz, 150 kere 360. Bilmadim. Xullas, 15 kere 3. 4500 yusish ketadi adashmasam. Xullas 5000 yusi ishlatib turib, o'sha uni bu uvozda ochsiz bo'lar ekan. Xo'p, bittali ochamiz. Bitta. Bitta 10 tali ketdi. Yo'q, faqat ochko beryapti. Bittali ochamiz. Propus qilamiz. Bitta 10 tali 5 propus qilib ko'ramiz. Yana uchinchisida propus qilib ko'ramiz. Shu yerda yaxshi ketmayapti. O'zi endi boshladik ochishdi-yu. Nifigami legendar kam bermayapti. Srazu propus. Propus. Voy, PUBG endi nima ahvol bu? Shuncha yusi ishlatdik. Bersin-da endi. Yo'q, faqat ochko beryapti, qaranglar. Bilmadim, menga bu ruletga omadsiz keldimi ekan. Nima ham deymiz endi? Voy, kerakli kompanionni berdi. Gap yo'q. Rahmat PUBG. Endi nima olib turdim? Ana o'zimga yoqqan kompanionni berdi. Va endi graza bilan mifikni bersa bo'ladi. O'zim ochkoyim ham normalniy, ochko olsam bo'ladi. Lekin ruletkani o'zidan berib qolsa, baribir mazza qilasizda. Davay endi PUBG ber. Ochib turganingizda mana bu narsa tushib qolsa, bu sovrin yo'lini ochkosi. Sovrin yo'liga o'sha levelda oshishiga yordam beradi. Bu ham ko'p tushgani yaxshi bizga. Mana sovrin yo'limiz 2 bo'ldi akras. Godzillani olamiz, ovozini o'ta go'zal va qolgan garantlarimizni ham olamiz. Davay endi PUBG ber. Yaxshi legendarni bosh kiyim. Kostyumdi. Muhimi grazani bersin. Menimcha graza qimmatroq kostyumdan ko'ra. Ochkolarga kirib ko'ramiz. Hop, grazamiz 600 ekan, kostyum 500 ekan. No, почти bir xil ekan. Ikkalasidan bittasini bersa, ishlatgan yushimizga rozi bo'lib chiqib ketsak bo'ladi. PUBG endi unaqa qilma. Ber. Bittasini ber, hatto bitta mifik tushsa ham rozimiz. Unus kompanionni bersa ham mayli, chunki kompanionlar 1000 ochko turadi. Propus qilamiz. Yana bosh kiyim tushdi. Bo'ldi. Endi kostyumni bersa bo'ldi. Kostyum kerak bizga, davay. Kostyum qoldi xolos. Ikkala bosh kiyim tushdi. Buni kompanion qoldi. Beradi bo'ylayapman. Oxiriga kelganda menimcha berib yuborsa kerak PUBG. Davay endi ber. Propus yana bosh kiyim tushdi. Bitta propus bilan 10 tali. Bitta 5 propus. Birinchi tushishdan propus qilamiz. Yo'q, bermayapti menimcha. O'sha ochkoga olsa kerak. Katta ehtimol bilan ochkoga beradi. Mana ko'rishlari mumkin. Afsuski Godzilla ruletkasida unaqangi katta darajada omadimiz kelmadi. Shuncha yusiga ochgan bo'lsak, faqat shu sariq kompanionni tushdi xolos. Oxirgidan bitta oldingi 10 taligimiz, davay. Propus va oxirgi 10 taligimiz. Qani ketdi, davay. PUBG ber endi. Oxirgi 10 taligimizda bitta graza berib bor. Davay, graza. Oxirgacha kutaylik, mojid berib qolar. So'nggi umidimiz shu yerda endi. Bo'lmasa ochkoga olamiz, nima ham qilardik? Grazani tushirib max qilishimiz kerak. Afsuski bermadi. Xullas, open keysimiz. Normalniy bo'ldi, tak buni bu komponentchani berdi.
Grazani olamiz. Ketdi mana. O'ta go'zal. O'yin tarixidagi eng zo'r grazalardan bittasi. Mana bu kostyumni olamiz. Menga yoqqan kostyum. O'g'illarda ham, qiz bolada ham zo'r turadi. Keyingilari, pritsellari. Mana buni olib qo'ysak bo'ladi. Sal-pal qiziq narsa, glушитель, graza bilan glушитель qo'yiladi va 1x qo'yib qo'ysak bo'ladi. Magazinlar endi uni kichkinalarni olib qo'yamiz. Katta magazinlar endi qimmat ekan. Hozircha bo'ladi, ularni keyinchalik olib qo'ysak ham bo'laveradi. Masalan, grazamizga kiramiz va grazamizni kuchaytiramiz. Qani, laboratoriya va mana grazamiz ko'rishlari mumkin. Portlash effektlari ham bor. Buni sovrin yo'ldan olamiz. 2 qilamiz, ketdi mana. 3 qilamiz, ketdi mana. 4 qilamiz, kilchatdi bombasi yo'q, kilchatdi qaranglar buni. Wow, Godzillaning kallasi bilan. 5 qilamiz mana effekt попадания ibekka. Hop. Endi Godzillani anaqasini hali olmabmiz. Olovli xishtimamiz ham yo'q. Uni qo'yib turamiz takashda. Hop, bo'lmasa yana kuchaytiramiz. Mana bunaqa effekti bor mana. O'ta go'zal va qo'lga olish ham mana boshqacha grazani vashshi udar. Effekt попаданиясini ham hozir sizlar bilan ko'rib olamiz. Bo'ldi mana grazamiz full bo'ldi va o'ta go'zal bo'ldi. Endi Godzilla kostyumlarini kiyib olamiz. Mana bu kostyum atak o'zini bosh kiyim ham, hozirgi bosh kiyim ham yarman ekan. Lekin mana bu baribir ancha seryozniyroq, qaranglar. Ishi chiroyli ishlangan. Shlem qolaveradi. Bu yerdan grazaga o'tkazib olamiz mana. Wow! Nurini qaranglar, vashshi go'zal. Ryukzaklarda menimcha Varonni ryukzagi o'ta mos tushadi mana kostyumga. O'ta go'zal bo'ldi. Bo'ldi. Ketdik endi bitta mana bu mashqqa kirib sinab ko'ramiz. Qanaqangi effekt попадания va qanaqangi qo'lga olishni ham ko'rib olamiz. Ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak menimcha. Atak effekti prosta bomba va o'ta yorug' bo'lsa kerak. Hop, parkka kirib oldik. Bu yerda grazamiz, qani grazani olamiz. Ko'rishlaring mumkin, grazani qo'lda ko'rinishi prosta bomba. Mana qo'lga olinishi ham olovli mana. Mana yurganimizda ham arqamizdan qanaqadir olov chiqib turar ekan. O'ta go'zal, o'ta go'zal. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'lmasam, hop, bizga qaysi kerak? Otishma mashq simulyatoriga kelamiz. Va bu yerda hozir mana bunday qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana hozir dushmanlarni otib, ko'ramiz. Pretselchamizni ham qo'yib olsak bo'laveradi, tak. Bo'ldi mana. Pritsel, grazani pritseli. Kelinglar baqa dushmanlar, o ana. Voy, effekt qaranglar. Effekt prosta bomba. Hozir boshqacha anaqa qilib ko'raman. Grafikani o'zgartirib ko'raman. HDR qilamiz. Ekstremal qilamiz. Menimcha endi undan ham chiroyli bo'ladi mana. Voy, yonishini qaranglar. Qo'lga olishi, mana qo'lga olishi ham olov o'zgaradi. Grafikiga ancha narsa bog'liq. Dushmanga tegsa chiqadigan effekt ko'ramiz. Ko'rishlaring mumkin, o'ta go'zal ishlangan, gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Birinchi litsoda ham zo'r mana. Emotsiyasini ham ko'ramiz. Bu yerda emotsiyasi bor mana. Prosta bomba. Qo'lni kuydirib oladi va olovi chiqadi. Tak. Xullas mana shunaqa effektda qo'shilar ekan. Qalay yangi graza, yangi mifiklar, Godzilla skillari sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizda 10 ta 660 usulli konkurs qilamiz. Omadingiz kelib qolsa chiqasiz va ishlatgingiz kelsa sovrin yo'liga o'sha 660 usulni ishlatib, mana bu narsani ochib olishingiz mumkin bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Telegramda bugun o'sha konkursni boshlab qo'yamiz. Mana bitta missiyalarimiz ham bajarilib qoldi. Xullas, shu open case'imiz shundan iborat. Qalay, open case sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada fikringizni qoldiring. Biz esa yangiliklarimizga o'tamiz. Endi esa bonus pass ma'lumotlariga o'tamiz. Mana bu bonus passimiz skini. Ushbu bonus passimiz o'yinga 11-aprel kuni ertalab soat 7:00 da qo'shiladi. O'shanda bonus passni xarid qilib, mana shu skillarni qo'lga kirita olasiz. Bonus passimizni birinchi levelda mana shu mifitskiy kostyumni qo'lga kiritamiz. Oq kostyum bo'ladi va o'sha 80-leveldagi rangini o'zgartiradigan funksiyasi bo'lsa, mana bunaqa tarzda qora kostyumga aylantira olasiz. Mana oq bilan qorasini farqi, qorasi lekin anchagina chiroyli qilib ishlangan. Yomon emas. Keyingisi shlemi, bonus passimizda shlemi o'ta go'zal. Birinchi, ikkinchi va uchinchi levellari
Rugzagi ham zo'r mana. Chotka qilishlangan, unaqa skоворodka qo'shiladi. Unaqa дымовая granata, unaqa ryukzak uchun osilcha va bagi uchun unaqa ko'rinishdagi kuchaytiradigan skinni qo'lga kirita olamiz. Bagimizni birinchi levelli ko'rinishi, birinchi levelni o'zi ham anchagina chiroyli mana qaranglar. Keyingisi o'sha mana finalniy ko'rinishi, 2 bilan 3 ham bor. Ну, unisi menimcha ko'pchilikka qiziq emas. Mana bu finalniy ko'rinishi mana o'ta go'zal, balonlar qanaqadir suvga o'xshab ketadi va ko'rinishi prosta bomba. Tushirasizlar, motorlar bilan kuchaytirib turib, mana to'g'ri qilib olasizlar va bunaqa kilchatni ham qo'lga kiritasizlar. Bagi uchun eng zo'r skilllardan bittasi. Birinchi o'rinda McLaren skillari tursa, ikkinchi o'rinda mana shu bagi skini bo'lsa kerak. Menimcha bundan boshqa chiroyli bagini ko'rmaganman. Keyingisi esa P90. Mana bu esa bonus passimizda qo'shiladigan P90 skinining ko'rinishi. Chiroyli birinchi levelni o'zi ham o'ta go'zal qilib ishlangan, yomon emas. Mana bu esa finalniy ko'rinishi mana. O'sha chiroyli. Qo'lda ham chotka turadi, ko'rinishi ham oltin, normalniy yasalgan. Mana bu kilchatini ko'rinishi, kilchati ham chiroyli mana. Chiroyli sariq qumli bo'lib chiqadi va dushmanga tegsa chiqadigan mana effekti ham bor. O'ta go'zal, oltin changal deb nomlangan mana shu P90 skinini bonus pasdan qo'lga kirita olamiz. Xullas mana shunaqa bonus pas skinini 11-aprel kuni qo'lga kirita olamiz. Qalay, yangi bonus pas skillari sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldiring. Xo'p, bo'lmasam birinchi bo'lib Anuhra X kostyumini birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana bu mana X kostyumlar qatoridagi Anuhrani ko'rinishi yomon emas, birinchi levelli ko'rinishi va prosta tak turadigan pozasi mana shunaqa toshni ustida turar ekan. Keyingisi ikkinchi leveldagi jamoaga qo'shilish emotsiyasi udar qilib yasalgan va mana pastdan tosh chiqib, buni toshga o'tirg'izib qo'yadi. Juda ham chiroyli qilib ishlashgan, gap bo'lishi mumkin emas. O'sha qora tuynukdan paydo bo'lib qoladi. 3-levelda o'sha kostyumini ba'zi bir joylari sal-pal kuchayadi, mana ko'rishingiz mumkin. 1 bilan 3 farqi. Ba'zi bir joylari o'sha uzunroq bo'lib qoladi va qorayadi. Keyingisi kilchatini ko'rinishi bomba mana. Eng zo'r kilchatli X kostyumlardan biri mana shu bizga kerak. Mana bunaqangi chiroyli, bahaybat kilchatli X kostyum hali o'yinga qo'shilmagandi, kilchatga gap yo'q. Keyingisi 5-leveldagi jamoaga qo'shilish emotsiyasi mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan, bilmadim. Jamoani o'zida qana ko'rinadi bu, lekin mana shunaqa mumiyalarni o'zidan o'zi tortib olib, shunaqa animatsiya bo'lar ekan xullas. Qo'shilsa donatorlar video qilsa ko'ramiz albatta. Men buni menimcha 5 gacha chiqara olmasam kerak. Shunaqa jamoa qo'shilish emotsiyasi bo'lar ekan. Keyingisi ekskluzivniy emotsiyasi. Mana qanaqadir o'sha devorlarni chiqarar ekanda, tepadagi qora tuynukdan o'zi tushib, mana zanjirlarni prosta qo'li bilan tortib yo'q qilib yuboradi. Bu ham bomba emotsiya, parkda va o'sha maxsus orolda ishlatiladi xolos bu emotsiyasi. Keyingisi finalniy ko'rinishi. Finalniy ko'rinishda tanasini hamma yoqdan o'sha qora tutullar chiqishni boshlaydi va kostyumda o'zi ham anchagina chiroyli bo'lib qoladi. Mana bu esa 7-leveldagi qobiliyatlari. 7-levelda bunaqa glider full ko'rinishga ega bo'ladi va yerga mana shunaqa kema orqali tusha olasiz va mana bunaqa orbiter, qanotchali orbiter paydo bo'lib qoladi. Orbiter ham chiroyli. Endi bu levelga u katta donatorlar chiqaradi. Mana bu o'sha haykalini paydo bo'lishi, haykali ham o'ta chiroyli paydo bo'lib qolar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi esa mana 1-3 va finalniy ko'rinishlarini, farqlarini o'zlaring ko'rishingiz mumkin. O'ta katta farq emas, lekin baribir sezilarli darajada o'zgaradi. Mana bu esa qizbola personajdagi farqlarning ko'rinishi. Mana 1-levelda qizbolada baribir anchagina ixcham. Yomon emas mana. 3-levelda qizboladagi oyog'i ayniqsa anchagina ingichka ekan. Mana bu finalniy ko'rinishi. Menga ko'proq qizbola personajdagi o'sha ko'rinishi yoqdi. Sizgachi o'g'il bolami, qiz bolami? Buni ham kommentarda yozib qoldiring. Keyingisi esa UMP bilan X kostyumimizni turadigan pozasini ko'rinish. Ya'ni UMP ni ham tushirsangiz, kostyumni ham tushirsangiz, mana shunaqa ko'rinishdagi pozaga kelib qoladi. O'ta go'zal, mana qanaqadir toshlar chiqar ekan va zanjir bilan UMP ni bunaqa tarzda ushab olar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas, o'ta chiroyli. Mana hozir UMP ni full qilamiz va mana pozani ustiga bossak ko'rishingiz mumkin. Full holatidagi ko'rinishi. Prosta bomba. Mana bu esa X kostyumimizning matchdagi ko'rinishi. To'g'risi X kostyum qandaydir X kostyumda vibe'ini, X kostyumda aurasini bermayapti. Masalan, Faron yoki Voronda yursangiz bilinadi X kostyumligi, lekin bunda qanaqadir mifikka o'xshab ketib qolgan xolos. Buni qora narsalari naborot xalaqit qiladi xolos.
Даже dushmanlarga ko'rinmasa ham kerak, bilmadim. Mana bu esa qiz bola personajga ko'rinishi ixcham, normalniy, lekin baribir 100 ming, 200 ming yusiga full qilasiz buni. Menimcha uncha yusi ishlatishga arzimasa kerak deb o'ylayman. Yana bilmadim, bu meni shaxsiy fikrim. Siz ham o'z fikringizni kommentarda yozib qoldiring. Keyingi esa UMP qurolimizda laboratoriya ko'rinishi, mana bu birinchi leveldagi ko'rinishi, o'ta go'zal ko'rishlari mumkin. Keyingi esa ikkinchi leveldagi ko'rinishi, tutuni mana chiroyli, tutuni ham yorib qo'yishibdi, takoy qora tuynuk yo'q qilib boradi. Bombasini portlashini ko'rinishi, bombasi ham zo'r. Uchinchi leveldagi ko'rinishi o'zi anchagina farq qiladi. Qora tuynuk ham ikkita bo'lib qoladi. Keyingisi kilchatini ko'rinishi, kilchati просто bomba, mana X kostyumdagi o'sha maxsus chiya bo'ri chiqib o'kiradi va mana shunaqa kilchat paydo bo'ladi. Keyingisi dushmanga teksa chiqadigan effekti. Effekti ham zo'r, qora tuynukli, chiroyli oq-qora effekt paydo bo'ladi. Osilcha osib qo'ysa bo'ladi va mana bu finalniy ko'rinishi. Finalniy ko'rinishi ham zo'r. Qimillab turadi mana bu joylari qora tuynukga mana bilinarli darajada katta bo'lib qoladi. Keyingisi qo'lga olish animatsiyasi, bunaqa qora ko'rinishdagi animatsiya bo'ladi. Bu ham anchagina chiroyli deb o'ylayman. Yangi 416 imizga o'xshab ketadi, deyarli bir xil o'shan bilan. Keyingisi esa yashagi o'sha chiya bo'ri ko'rinishda kelsanadigan narsasi ham bo'ladi. Xullas, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardorgan kanali bo'ldi. Hammaga omad, doimo birinchi o'rinda olib yuringlar.